ko'p uchamiz-ku. Gate'lar bor. A gate, B gate, uchish yo'lagi. Yo'lak. Ha. A o'sha uchasan degani 21 bu bitcoinniki, 21 million. Supply umumiy ta'minot. A21 degan narsa ochmoqchiman. Shunaqa akademiyada blockchainni o'rgatadi, programmirованiyni o'rgatadi, ideologiyasini polностью blockchain uchun bo'ladi. Shu narsani O'zbekiston, Bahrayn, Abu Dabida villa olganman 1 yildan beri yotibdi-da. Masalan, vaqt bo'lmayapti o'shanga. Remont ketyapti, boshqa ketyapti, aniq qilaman, уже полностью уже proyektlar chizilgan, remont ketyapti, lekin o'shanga vaqt bo'lmayapti. Ya'ni bu narsa bizning unimizda bor, planimizda. A21, ya'ni developerlar bilan zanimatsiya qiladi, blockchain bilan zanimatsiya qiladi, yangi SaaSlar ishlab chiqariladi, yo'qda loyihalar ishlab chiqariladi. Portugaliya, Bahrayn, Abu Dabi, O'zbekistonda bo'ladi. Birinchi 4 ta tochkasi. Men informatsiyani juda ham yaxshi bo'lish uchun qilingan bu narsa. Ana shu qilinyapti, o'ylaganman. Lekin hozir o'zim imperiyamni qurib olmasdan o'rgatishga o'tib bo'lsam, aytganimda o'qilaman. O'sishdan to'xtayman. O'sha uchun hozircha hisob bo'lmoqchi emasman. SNGda top bo'lsak, хотя бы SNGda top darajasiga chiqsak, keyin o'tsak bo'ladi. Keyin bizda bitta narsa bor, bilasizmi? Что qo'llab-quvvatlash borku. Chiqadi bayitlarimiz, urushlarni, O'zbekistonning podeshkasini ko'rsatinglar. O'zbekiston qo'llab-quvvatlashini ko'rsatinglar. Chet elliklar bizani do'stlar. Men chet elliklar bilan ko'p o'tiraman. Ular bizani qo'llab-quvvatlaydi demaydi, ular bizani bekorchi deb o'ylaydi. Masalan, faqat like qo'yib o'tiradi deb. Bekorchi deb o'ylaydi ular bizani-da. U bizga wow ko'rinishi mumkin-da bu narsa o'sha. Lekin wow emas bu-da. No, yaxshi ilmga nima uchun shunaqa qo'llab-quvvatlar yo'q deyman-da. Normal narsani aytasiz, masalan. Shuncha loyiha qilyapmiz. Menga lekin kerak emas qo'llab-quvvatlashi. Ular ham bosib o'tirishlari kerak emas. No, просто aytaman-da, shunaqa odamlarni ko'tarishimiz kerak. Realni nimadir qilayotgan, o'zgarish uchun nimadir qilayotganlar odamlarni ko'tarishimiz kerak. Biza muhokama qilishga zo'r, biza oyog'idan tortishga zo'r, biza bir kishini bu yomon deyishga zo'r, biza yolg'onchi deyishga zo'r, biza boshqa umuman analiz qilmasdan, filtr qilmasdan qoralashga birinchi o'rinda biza. Chunki bu qora desangiz, bu harom desangiz, odamlarning ko'zida siz yaxshiroq ko'rinasiz-da. Hozir domlalarimiz ham shu narsaga o'tib bo'lgan. Bu harom desa, yaxshiroq domla ekan deydi. Halol desa, shubha bilan qaraydi. To есть shu narsadan o'zi odamlarni qo'yib qo'ygan, odamlarning fikridan qo'yib qo'ygan. Odamlarning fikri bilan yashaydigan inson u erkin inson emas men uchun. Odamlarning fikri o'zi uchun. Sen o'zingga ber ta'rifni, men qilyapman nimadirni, qo'yib, nima uchun qilyapman? Bu narsa o'zi menga yarashadimi? Men erkak kishiman. Pulini qo'y, boshqasini qo'y. Dadam ham aytadi, что o'zingga yarashadigan ishni qil. O'zingni qo'lingdan keladigan ish ko'p bu dunyoda. Lekin yarashadigan ishni qil. O'sha uchun tushunish kerak, o'sha narsani qilish kerak. Bizanikilar o'zini qo'yib, boshqa kishini muhokamasiga birinchi o'rinda. Birinchi o'rin shu narsaga e'tibor beriladi. Bizga o'sha uchun o'sishimiz qiyin bo'lib ketadi. Abdurahmon aka, lekin mana MDHda yaxshi bo'lishimiz kerak dedingiz. A21 hozir qaysi bosqichda o'zi? A21 like 10 stage deb bo'lsak, 10 ta stage deb bo'lsak, hozir biza 8-pog'onada. 8-ancha yaqin qolibdi. O'sha boshlayman. O'sha ko'p narsani birdaniga boshlab yuboraman. O'zbekistondagi tochkasi qayerda bo'ladi? O'zbekistondagi tochkasi Toshkentda bo'ladi. Nukus ko'chadan bitta ofis ko'ryapman. O'sha yerdan aytganman. O'sha yerni olishlari kerak. O'sha yerda bo'ladi. Ularni o'qitadigan mutaxassislar chet eldan keladimi? Shunda kimlar bo'ladi? O'zingiz komandangizmi? Yo'q, Marokashdan bor. Uning programmistlarim ular keladi. Cyber security'larim bor. O'sha bo'yicha ular aytdim, ular keladi. Baribir o'qilaman, mix qilib tashlayman. Что men informatsiya baland bo'lsa, kulturani ko'rsin, boshqasini adaptatsiya uchun chet eldan keladi, lekin bitta narsa. Men o'qitsam, xoh tradingnimi, xoh blockchain'nimi, development'nimi, boshqasini o'qitsam, men ishga olaman. O'zimga shunaqa prinsip bu. Ya'ni men
hozirgi qo'shtirnoq o'qishdagi treyderlarda emasda, işte o'qitib ularni chiqarib yuborish. To есть bu bog'bonsiz, niholni suqdingiz, o'zing o'ssang o'smasang ham o'zing bilasan degan bilan bir xilda. Masalan, men sizga uyingizga mardikor bo'lib kelsam, 10 ta niholga pul bersangiz, niholni ekib ketsam, pulini olib ketsam bo'ldi. Ularga qani o'sadimi yo'qmi degan narsa yo'q. Pul olish bu noto'g'ri-da bu uchun. Ya'ni ustoz shogird an'anasi bu boshqa narsa. To есть buni A tochkadan B tochkaga etish kerak, qo'lidan tushuntirib etish kerak. Biza yiqilgan chuqurlarga, choqlarga yiqilma deyish kerak. Shunaqa yiqilib etish kerak. Baribir qiyinchilik ko'radi, ammo kamroq ko'rish kerak. O'sha uchun hozir biza tradingga va o'sha A21 ni shunaqa qilmoqchiman. Aytgandek, Bahrayndan pul olib kelyapman. Menga uchun kadrlar kerak. Men o'qitaman, ularga pul beraman, ishlataman. Ya'ni hozir institutni tugatib ishlayotganlar foizi 6% ekanda. O'zbekistonda Realni o'qishni tugatib, realni o'zini sohasida, dokument emas, realni ishlayotgan 6% ham chiqmaydi. Men 20-15% ga garantiya beraman. Olaman. $100,000 har biriga shot berib, treyderlarga bularga proyektdan shunaqa mexanizm ishlab chiqqanman. Har bitta developer proyektni sherik bo'ladi. Bo'lagiga sherik bo'ladi. Естественно, unda o'zida interes bo'ladi. Ha, sizda men ularga equity taklif qilasiz. Da. Ham fix pul yashashi uchun, o'zi uchun share bo'ladi. O'zini kompaniyani qaysidir miqdor qismi o'shaniki bo'ladi. To есть shunda rivojlanamiz. Men o'zim bo'lay demayman, biza bo'laylik. Keyin bu yerga chiqqancha o'zimniki bo'lib, osmongacha chiqsak, zato ko'proq odam bo'lsak, yaxshi aytyapman-ku, menga inson, I care about people. Men odamlar haqida o'ylayman, qayg'uraman, komandam uchun qayg'uraman. Men shunaqa holatlar bo'ladi. Komandam a'zosiga shunday bo'lgan. Juda kulguli bo'lishi mumkin kimdir uchun. Xotinim bu yoqdan nimadir $1000 pul kerak deyapti. Bu yerda komandam a'zosi aytayapti. $1000 pul kerak deb. Men faqat komandamga berganman. Shunaqa bularga berganman, to есть. Chunki xotinim meni yaxshiroq tushunadi. Men bilan bu haqida ko'proq o'ylayman. Komandam haqida juda ko'proq o'ylayman. Balkim sezar ular, balkim sezmas. Men komandamni rivojlanishini xohlayman, chunki ular qancha rivojlansa, ular ishlaydi, men shuncha ko'tarilaman. To есть ularning qadriga yetishim kerak degan narsa bor menda. Xuddi mana shu narsani yaqinda Twitterda o'qigandim. Bitta venture capitalist o'zbek, ismlari esimga kelmadi hozir. Ular yozganda, masalan, odamlarga, seni kompaniyada ishlayotgan xodimlaringga sen equity bersang, ularda ko'proq motivatsiya bo'ladi. Chunki u kelib anaqa shunchaki oylikka ishlamaydi, o'sish uchun, mana shu hissasi ko'payishi uchun ishlaydi. Bu motivatsiya, buni korporativ etika sifatida kiritishimiz kerak o'zi biz ham. Bu allaqachonlar amalda bo'lgan anaqa amaliyot mavjud, kiritishimiz kerak degan anaqa gaplarni. Bizda zo'r tarafini ham aytib o'tish kerak. Bizda marketing yaxshi ekan. Marketing tomonidan biz yaxshiroq. Rossiya biza yaxshiroq. Dubayda marketing boshqacha qaraladi-da, marketingga. Uzoq muddatli marketinglar qaraladi, boshqa qaraladi. Men hozir ko'pincha developmentga, ko'pincha yaqinda yana bitta proyekt oldik, development deganimga esimga tushdi. Buxoroda IT park quraman. Yangi IT park quriladi, o'shani qurilishini olganmiz. Hamma sohada bor-da, mana endi iloji yo'q. Xo'p, imенно shu tarafga e'tibor beribman. Marketing tomoni qolib ketgan. Ya'ni PR atdelim, boshqa atdelim. Hozir o'sha narsaga e'tibor beraman. To есть odamlar ko'p aytadiki, nima uchun sizni YouTubedan undan qidirsak topib bilmaymiz. Googledan qidirsak topib bilmaymiz. Men aytaman, men e'tibor bermagan ekanman, men Googledan qidirib odamlar. Lekin endi shunday как saytga masalan rasm qo'yish, rasmga tushing deydi-ku, masalan, esimdan chiqib ketadi. U bir xil bilish kerak, orqangiz seriya bo'lish kerak. Qachon men orqa seriya joyga tutib boraman yoki uspet qilmayman-ku. O'sha uchun shu narsalarga biz zo'r ekanmiz. Talabchanlikka, boshqasiga e'tibor berishga, marketingga kuchli Toshkent.
Rossiya, ruslar kuchli marketingi, psixologik. Chunki Rossiya, ruslarning marketologlari kirib kelyapti Dubayga. Juda ham yaxshi ko'rsatkichlar beryapti-da. Masalan, prodajaga, любой sferaga kirib kelyapti. Xonadon sotish bo'lsin, xoh u boshqa biznes bo'lsin, offline marketingni bo'lib yaxshiroq ko'radi dubayliklar offline marketingni, lekin ruslar, ukrainsklar kirib marketni o'zgartiryapti marketingni u yerda. To есть men shu narsani tushundim, SNG yaxshi bu narsada. SNG ham o'zi Amerikadan rang oladi bu narsalarda. Biz ko'proq digital tarafini olganmiz, ko'proq psixologiya bilan ishlashni, ular offline marketingni olgan ekanda. Bu tarafda o'sha uchun maqtashimiz kerak, bu tarafda bizlar rivojlanyapmiz. Marketingdan rivojlanyapmiz. O'sha uchun hamma narsa o'zi nima qilsin, odamlar sotsin-da bir-biriga. Zo'r. Bekorga so'ramadim Abdurahmon aka, nimaga A21 qaysi bosqichda deb. Mana yaqinda kuzatib boryapmiz. Qozog'iston ham bu sohada ozmi ko'pmi innovatsiyalar qilib boryapti. Boyagidek LinkedInga doim men anaqa kuzatib boraman. Ularni ham Qirg'iziston yaqinda Instagramda bitta videomiz rosa uchdi. Qirg'izistonga Sizini tashrif buyurgani haqida edi. Va O'zbekistonda mana Tezer bilan masalan nap o'rtasida anglashuvnoma memorandumi imzolandi. Ozmi ko'pmi ishlar bo'lyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Keyingi yaqin 3 yil ichida mana shu mintaqadagi eng rivojlanadigan mana shunaqa innovatsion hab qayer bo'ladi sizningcha? Kim ochiq bo'lsa o'sha yerda bo'ladi. Birinchi o'rinda. Men aytyapman, ana yana riskni olaman. Agar menga возможностьni bersa davlat, javob beraman, Sizisni ham olib kelaman shu yoqqa. Elon Muskni ham olib kelib bo'ladi. Qiyin emas. Men qancha aytdim, blockchain Central Asia blockchain forum qilmoqchi edim O'zbekistonda. Sentyabr, oktyabrda. Unisiga borsam, men aytaman, sizlardan hech narsa kerak emas menga. Menga kerak emas hech narsa sizlardan. Pul ham o'zim to'layman, KX'ni ham o'zim to'layman, hammasini o'zim qilaman. O'zim olib kelaman. Prosta government leveldan, masalan, yaxshiroqda government u bersa, invitation letter bersa, taklifnoma bersa, masalan, CZga, boshqasiga. Boshqa narsa kerak emas. Pulni ham o'zim beraman. Networkingni ham ishlataman, olib kelishga, boshqasiga. Bizlar yopiq bizlar. Aka, menga bitta bolakay masalan endi yoqmaydi-da rostdan. Shuncha ish qilib yuribsiz, nerv, stress, bu boshqa unisini kontrol qilish kerak, bunisini kontrol qilish kerak. Aytgansiz, tamom, men shunaqa odamman. Menga bir marta aytiladi, bo'ldi. Masalan, shu yerga kelganimcha men sizga telefon qilmoqman, masalan, bilaman o'zim nima qilishim kerakman. Telefon qilasiz. Aka, shunaqa aytilgan ekan, shunaqa qilamizmi? Menga shu prosta taklifnoma berish kerak bo'ldi menga. Shu narsani tashkil qilmoqchiman. Ha, oka, kimdan so'radingiz o'zi? Ha, bo'ldi, ammo shundan. Ha, o'zi ko'rib chiqay, oka, tamom, 7-1 oy. Telefon qilasiz, olmaydi. Keyin o'zim aytaman, menga nima kerak bunga yalinib o'tirish, telefon qilib, bu o'zi kim bu, nima bu, men unga chiqib iltimos qilishim kerak-da bunday narsani. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Agar hamma birlashsa, Sizini ham olib kelamiz. Elon Muskni ham olib kelib, любой kishini olib kelib bo'ladi. Interes bu hammasida bor. Masalan, Vitel degan kompaniya bor, bilasizmi? Vitel. Ha, bilaman. Men primoyman boshlig'i bilan aytib o'tiribdim, telefonda o'zi ko'rsaman sizga. Menga bitta sertifikat, o'sha razрешение olib ber, men kompaniya kiradi. U kompaniya kirsa bizga yaxshi, u bir nechta davlatda biz roaming ishlaydi. Yaxshi-ku, siz Arabiston boryapsiz, telefon nomeri alishtirib o'tirishingiz kerak emas. Nimadir qilib o'tirishingiz kerak emas. Kirib keladi, O'zbekistonga pul bilan kirib keladi. Tabarobarot bo'ladi. Aka, nima kerak? Ha, bizga xat kerak. Xo'p, aytaman, official letter berishing kerak ekan, beradi. Kimlar qatnashadi o'sha shuvda? Ularni ismi kerak, lavozimi kerak, emaili kerak, boshqasi kerak. Email o'shalarni masalan requirements'ni beringlar, beradi. Ha, hozir vazir uchib ketganlar Toshkentga, unga Yevropaga. Kelsalar ko'ramiz. Qachon keladilar? Bilmayman aka hali. Keladi, hay, mayli keldi. Nima qilamiz aka? Shu kelish kerak ekan, kutishimiz kerak. Xo'p. Bir oy o'tyapti. U kompaniyalar seriozli ishlaydi-da ular. Deadline bilan, boshqasi bilan. Ne seriozli deb qabul qiladi meni. Keyin achig'im chiqib dodlayapman, deyapman. Boshingga ur deyapman qiladigan ishingni. Когда men investorni olib kelyapman,
interes bo'lyapti O'zbekistonga, sen shunaqa отношение qilyapsan ularga. Tamom, qilmayman men sen bilan. Ras shunaqa bo'lsa desam, ozgina asabiylashib ketdim. Keyin o'zini xatosi qolib turib, meni vinovatga chiqaryapti. Sen kimsan? Men o'zi bunaqa. Uni ham tushunaman. O'zi mizer oylik oladimi, balki buncha narsani masalan $5000, $10000 bo'lsa, конечно, keyin u narsalarni chiroyli qilib organizatsiya qilib, может, yoqmaydi, может, gap eshitadi. U ham tepadan. To есть shunaqa mayda muammolarimiz bor ekan, bizda o'sishimiz qiyin bo'ladi. Men o'zim uchun javob beraman-da, men bilmayman-ku O'zbekiston nima qilyapti, bu sohada, u sohada nima qilyapti, qaysi joylar ochiq. Men nimadirga xat beraman desam, mana bu crypto exchange ochaman deb xat beraman desam, kutib yurishim kerak, miningga bu kutib yurishim kerak. To есть mening fikrimcha, mana o'zimning fikrim, biza paperda ochiq biza. Qog'ozlarda ochiq. Atak ochiq emas biza. Amaliyotda. Anaqa Sizning intervyusini ko'rganimda bir gal Sizga aytganda nima uchun Dubayni tanlading deganda u aytadi, bu yoqda byurokratiya yo'q, nimadir qilaman desang, shuna ko'rishasan shayxlar bilan, tez hamma narsa tez amalga oshadi. Xarakteri zo'r. Men aslida shayxlar bilan ishlayman. Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, men Majid Al-Qurayr o'sha juda ham katta oila ular. O'sha Dubayni boshqaradigan oilalarni, o'sha eng nufuzli oilalarni yakka-yagona farzandiman men o'rtog'im. Men undan hech qachon pul so'ramaganman, boshqa narsa so'ramagan. Bunaqa отношение yo'q. Masalan, men bitta paket ko'tarsam, u ham yonimdan ko'taradi. Milliarder. U qancha Emirates Mall ularniki polностью. Yo'q deydi, menga ham ber, men ham ko'taraman deydi. Faqat sen ko'tarma deydi. To есть ular bilan o'tirib gaplashish, tushuntirish oson.